hozir aytadi. Ana. Do'stlar, demak, 2 kishilik Dubayga yo'llanma yutib olgan shartnoma egasi raqami 101-2025 074 73 uz 074 73 uz yillar chiqarib bersanglar, mana endi biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Badalov Ilhomjon Solijonovich Damas 2 mashinasini xarid qilgan ekanlar. Mana hozir ularga qo'ng'iroq qilamiz. Baliqchi tumani. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ilhomjon aka. Ha? O'zi bormidi yon atrofingizda? Yo'q, u yoqqa qo'ylab berganingiz. Chaqiraymi? Mayli. Yo'q, chaqirib turib, qarang opa, bitta syurpriz borda. Chaqirib dinamikaga qo'yib, o'zingizdan eshitib turing yonida. Qiziq bo'ladi-da. Men hali avaz berman, hay o'ynaydigan bola bor-ku Didor radiodagi. Ha? Shu bolaman. Bitta syurpriz gapim bor, faqat dinamikaga qo'yib, akamni oldida eshitinglar, birga gapiraman. Ha? Kimdan? Qo'ya. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Ilhomjon aka, Andijon avtotexnik xizmatdan qo'ng'iroq qilyapman. Muhammaddan? Andijon avtotexnik xizmat. Mashina olgan ekansiz, Damas bizdan. Ha. Shu avtosalondan telefon qilyapman sizga. Ha. Xo'p, sovg'alar viktorinasi haqida aytishganmidi sizga mashina olayotganingizda? Yo'q, aytishmadi. Men kelganingizda mana ko'rganmisiz, avtosalonga kelganingizda mashina Damas turuvdi, buni boshqa sovg'alar turuvdi, ko'rganmidingiz? Ha, turuvdi. Turuvdi. Shulardan bittasini yutib oldingiz aka. Shunga telefon qilyapman.